Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi-qandu. Nima kunlarni ko'ryapti-qandu. Ben her qaysini tek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni, nemishqa arzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. 10 kunga qolmay Farida mening uchun o'tqimi, sug'imi kirgidek holga yetdi. Menmo tariximdagi eng qizg'in, eng romantik muhabbat qaynamiga g'arq bo'ldim. U meni izlab yotqimga keladigan bo'ldi. Boshda Nijat biz bilan paranglashib o'ltiraverdi. Bechora Nijat. Lekin menga nima chora? Muhabbat ich og'irtish, his-tashlik bilan erishgili yoki o'tinib bergili bo'ladigan narsa emas. Farida ismli bu sahib Jamol haqiqatan Xudoning tangdasiz nodir asri. Bandalari ishidagi arkisi edi. Xuddi Xudo uningga kelganda favqulodda sexiylik bilan ol qo'zam ol deb hamma ortiqchilikni bo'lib berayotgandek edi. U hamma ishni qamlashtira oladi. Uningga hamma ish yarashatdi. Hatto uning yetarsizliklari kishilarga uni texmo suyumli ko'rsatdi. Farida o'zining o'sha afzalligini har qanday kishidan bakrak tushunatdi hamda uni namoyon qiladi. Vaqti kelsa kishilarni tang qoldirib, ko'zlaridan o't chiqarib o'tadi. Men sumbul chashlar, o'zgarishchan ham xilma-xil noz karishmadi. Moda kiyimlar, hayot, muhabbat, nikoh masalalari to'g'risidagi eng zamonaviy qarashlar qaynamida masxush bo'lib 2 oyni o'tkazdim. Bu mening eng uzoq muhabbat kechirmishim edi. Faridaning mijoz xulqidagi har bir o'zgarish, uning yasinishi, kiyim-kechaklari, gap so'zlari menga yot bo'lib ketdi. Kishilar to'yinglarni qachon o'ynaymiz deb so'rashadi. O'zimmi bo'ldi endi. Farida bilan to'y qilay deb o'ylab qolatdim. Har bir kunning o'tishidan ko'nglimning cho'nqur bir yerlariga yo'shiringan shaytonning yana bir bosh ko'tarib chiqishidan vahima yetdim. Ammo u shaytonning allaqachon bosh ko'tarib fursat kutib turganini to'ymagan ekanman. Bizning talash tortishimiz kichkina bir ishdan. Faridaning tilimizdagi ma'lum bir atalg'ini qattiq masxara qilishidan o'ttirg'i chiqdi. Men albatta uning radiya berdim. O'z navbatida uning o'z tilida so'zlashni xohlamaydiganligini yoki boshqa tillarni aralashtirib buzib so'zlaydiganligini masxara qildim. Chunki ota-onam kichikimdan tortib menga o'z tilimni cho'ng ko'rishni, qadrlashni, uning sotliqini qo'g'dashni o'rgatgan. Ular bir mantiqsiz so'zimni yoki imloyimdagi xatolikni ko'rib qolsa, hargiz kechirmaydi. Madaniyatli inson ona tilini qizg'in suyishni, uni to'liq to'g'ri egilishi shart. O'z tilini bilmagan odam bechora, yerim odam deydi ular. Yo'q qilib ketayli deb qolgan millatingizning bechora tiligini nimacha eslab olasiz? Uningdan sizga nima foyda kelar? Bizni dunyodan ayirib, qaloqlikqa mahkum qilayotgan osh til emasmi? Qarang, Amerikada hamma odam ingliz tilida so'zlashgach. Men qiziqib so'zlayotgan Faridaning go'zal chiroyiga nafrat bilan tikildim. Bo'g'zimga kaplashib turgan eng zaharlik, eng afsona so'zlarni ichimga yutib, uning yenidan chiqib ketdim. Bizning aslida bir bo'lmagan yo'limiz ana shundoq ayrildi. Ba'zilar hay isib deb qilishdi. Ba'zilar xushal bo'ldi. 2 oylik shodlik va hayajonga, shirin, ajoyib orzu-armonlarga to'lgan muhabbat gurridinib, kulga aylanib gulxandek to'zib ketdi. Qalbimda qorong'u ko'chalar, qor bosgan bog'chalardagi suyishlarning so'g'uq aslimisila qoldi. Farida chaqmoq tizligida yana Nijat bilan tepishib oldi. Gazetlarning adabiyot batlarida, jurnallarning muqovillari Faridaning ajoyib g'aroyib kiyingan har xil turuq, har xil noz karashmalardagi suratlari bilan to'lib ketdi.
Texi yaqindala uni ishdan sirt kiyim modeli bo'lib, qo'shimcha tapovat qilib o'tibdi deb anglagan edik. Endilikda oqshomlari qaysi bir kechilik ishratxonada naqshi aytib, pul degani suzib olg'ili turibdi. Atrofida nini xo'jayinlar paypatak bo'lib yurishadigan deb angladik. Bechora Nijat, yana bir qitim dog'da qolmasli mayli-ku. Bu shoir yozuvchi haq nima ish qilyapti ekan? Tahrir bilimizga keladigan asarlarning bo'lgan siri tayini qolmag'ili turdi. Kunlarimiz havaskorlarning mashq asarlarini yamab qurashtirish bilan o'tadigan bo'lib ketdi. Kishini puxodan chiqaradigan ba'zi asarlar bo'lsa, siyosiy jihatda ziyoda sazgur boshliqlarimizning oldidan o'talmaydi. Bir xil takrorlanadigan bu ma'nisiz kunlardan qo'yma bezor bo'ldim. Nijot kechalari bir vaqtlargacha sirtdan kirmaydi. Kuz oylaridan tortib yil oxirigacha toza qaynagan to'ylarmu endi besiqib qoldi. Oqshomlari yolg'izchilikdan zeri ketdim. Al-og'ina tangtishlarim kayni-kayndan uy o'choqliq bo'lib ketishgan. Orqada qolganlarimi loyiqlarining atrofida neri ketmaydigan bo'lib qolgan edi. To'y qilib bo'lganlarnikiga borsang, bolasining qandoq yig'lab, qandoq kuladiganligi. Kunda necha vaqt cho'ng-kichik tarat qildiganligidan boshqa gap qilishni bilmaydi. Bu go'yo ularning bolalarining ijodiyatidek. Ba'zilari yosidoq uy bilan maqtansa, yana ba'zilari qandoq qilib boshliqlarining ishonchiga erishganligini, boshqalarni qandoq qilib putliganligini so'zlab ko'ranglashidi. Ba'zida menga ular to'y qilgan kundan tortiblar, ular bilan mening o'ttirimda qilin bir ton paydo bo'lgandek. O'ttirimizda hech qanday o'rtaq til, o'rtaq hissiyat qolmagandek belindi. Ang boldir to'y qilgan bir shoir og'inam menga. Og'ina, to'y qilish degan nima? Go'daklarcha xom xiyollarni, mas'uliyatsiz qaramliqlarni, quruq gaplarni tashlash, an'anaviy hayot qonuniyatlariga va barliq pastkash, chakini falsafalarga taslim bo'lish deganlik. Bo'lmasa, sana talmirib turgan bolalarini qandoq boqasan degan edi. Ammo odam to'y qilsa, o'shundoq bo'lib ketamdigandi. Hayotda shuningdan boshqa yo'l yo'qmi? Yo'q. Bor. Men nurg'un ruhiy pokiz kishilarni bilaman. Undaq kishilar tarixda bor edi. Hozirmi bor? Ana shunda xiyollar bilan buruqtirma bo'lib, ichim siqilgan chaqlarda bir sirliq ruhning qalbimga bakmo yaqin joyda kulimsirab turganini sezaman. U kim? U qayerda? Xeldan buyon ko'nglim sayohatni tortib turibdi. Notunish yerlar, notunish odamlar, notunish sirli qalblar meni o'ziga jalb qilib oladi. Fevralning oxirgi kunlarida men jurnalga asar uyushtirish nomi bilan janub taraflarga yurib ketdim. Odam deganni mol bosqandek to'p-to'plab bosgan abjaq avtobusning darasidan cheksiz cho'l bayovoniga qarab o'ltirib, o'z-o'zimga savol qo'ydim. Balkim men bu qatimqi safar orqali biror ma'naviy yo'lakka, yo'qotqili uzoq bo'lgan ruhiy tangpungliqqa erishishni orzu qilgandiman. Va yoki taqdirning g'oyib qo'li meni noma'lum bir nishonga yetaklab ketayotgandi. Tugumasdek bilinadigan qumliq, cho'l, yo'llardan purqirab ko'tariladigan chang to'zon, yo'l bo'yidagi paskina, tomoqlari nachar kichik oshxonalar, to'pi bosgan shahar bozorlar, tirikchilik g'imida chiroyi sarg'ayib, boshlari sangilgan kishilar, yer tagiga o'tirishib ketgan eski tomliq ko'chalarda qadamda bir uchraydigan masjidlar va tilamchilar. U yer bu yerda ko'zga chiliqib qolgan pishayvonlari naqshlik yosidoq o'ylar. Bu yerlarda, bu odamlarning turmushida, ruhida qandoqdir muhim bir narsaning kamligi monaman deb chiqib turdi. Hamma narsaga singib ketgan bu kamlik kishining qalbini eg'ir toshdek besib buruqtirma qiladi. Yer sharining to'xtamay aylanishi, tarix choqining pirqirishi avlodma-avlod kishilarni dunyoga keltirib, cho'nqilib, qeritib, oxir tuproqqa aylantirgandan tashqari bu yerga, bu yerdagi kishilarga ancha ta'sir ko'rsatilmagandek tuyuladi. Yo'q. Ta'sir ko'rsatmay qolgani yo'q. Cho'l bayovonlarda qator qad ko'tarib turgan veshkilar, talay asrlarning sir hikmatlarini bag'riga besib yotgan takli makonda mukida qatlab yurgan zamonaviy mashina avtomobillar, sharqqa qarab ajdahoning ushidek so'zilgan necha 10 ming chaqirim uzunlikdagi neft oqqizish torbasi, ollikimlar tarafidan keng ko'lamda echib etilgan bo'z yerlar. Mana bular yaqinqi yillardan buyon bu zamin beshidan kechirayotgan olamshumul o'zgarishlar,
bu taraqqiyot o'zgarishlar bilan bir vaqtda kelib chiqqan yomon sifatlik aylanish. Lopnur ko'lining qurib ketishi, Tarim daryosining qurib ketish oldida turganligi, uning ikki yiqidagi tabiiy o'rmonlik, to'g'roqlik, yayloqlarning qurib ketayotganligi, qadimiy yurt mahallaning cho'llashib, qumlashib ketayotganligimi bu zamin beshidan kechirayotgan halokatli o'zgarishlardir. Men hodislardan halqib o'tib, bu yerdagi kishilarni ajdodiga, yiroq o'tmishga va kelgusiga tutashtirgan ma'naviy kuchni izladim. Men 24 yoshlik hayotini o'z e'tiqodi yo'liga taqdim qilgan yalqinliq yosh shoirning qabrisi oldida eg'ir xiyollarga to'lgan unutilg'isiz minutlarni o'tkazdim. Bir ulug' zotning maqbarasidagi davlatni qonun orqali idora qilish, insonparvarlik, adolat, tanglik va insoniy fazilatlarga oid ajoyib tiran, upurmas hikmatlarni o'qiganimda men ruhimning ajdodim ruhi bilan birlashganligini his qildim. Büyük 12 muqamning yurtidagi bir mashrabda dodchilib muqam aytayotgan. Ko'zlarini yumib muqam bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan buvoy mo'maylarning vujudidan ajoyib san'at talantiga ega xalqimizning saltanatli o'tmishini va bugunini ko'rdim. Yo'l bo'yidagi bir yezi oshxonasida dasmol ko'tarib tomoq shirasini surtib yurgan bir o'g'il bola ixtiyorsiz diqqatini tortdi. Uning qo'lida oyit matofning to'plami bor edi. Xo'jayini uni to'xtamay ishga buyurib, varqirab jarqiraytdi. Osiyo quruqliqning ichkirisidagi bu zamin haqiqatan ajoyib bir zamin. Bu yerda qaloqlik, nodonlik bilan xaroblashayotgan yuksak an'anaviy madaniyat. O'rta asr engi bilan zamonaviy ong, razillik, jaholat bilan azgulik va umid bilan tangli mavjud. Bu yerda poraxo'rlik, xushomatchilik va cheriklik kishilarning ruhiy dunyosini g'ajab qog'jiritib qo'ygan bo'lsa-mu, kishilarning o'z huquqiga, qonunga, ma'rifga, ilm-fan va adabiyotga bo'lgan beparvoligi kishini hang-tang qoldirsa-mu, o'zi va avlodlar haqida astoydil fikr yurgizadigan yana bir zo'r turkum kishilarning borligi kelayotganligi va borgan sari ko'payayotganligi kishini suyundirdi. Yana kelib bu kishilar yolg'iz ziyolilar qatlamida emas. Men ana shunday kishilarni hammalarga uchratdim. Albatta. Mening bu yerdagi asosiy vazifam asar uyushtirish, avtorlar bilan aloqa bog'lash. Hozirga qadar men bu vazifamni yomon emas o'rindab keldim. Tarpuruqi va turli puroqlarga to'lgan qattiq o'rindiqlik avtobuslarda qistilib o'ltirib, eng chat nohiyalargacha bordim. Xeyli ko'p avtorlar bilan tanishdim. Bir qitim xeyli yaxshi she'r yozadigan bir avtor bilan ko'rishish maqsadida u turishliq chat nohiyaga bormoqchi bo'ldim. Nahiyaga boradigan kira avtobusiga chiqib joylashib bo'lishimga avtobus gurkirab o't oldi. Dal shu chaqda sal neridagi bir avtobusga chiqayotgan kishilar to'pi orasidagi bir tunish qiyofatga ko'zim tushdi. Gavdalik, egiz bo'yliq, so'zinchoq yuz, qonshorliq. Jaloldinka? Ha, Jamoliddinka? Men avtobus diresiga o'zimni ishtirib varqirab qoldim. Kimlardir menga burilib qaradi. Angacha avtobus tez bir aylanib, tor ko'chadan chiqib, cho'ng yo'lda ushqandek yurib ketdi. Avtobusni to'xtatib tushib qolishni o'yladim. Ammo u bo'lmay qolsa-chi. Janobning kishiga sherin xiyol ato qiladigan sehrlik iqlimining ta'siridanmikin yoki yaqin yurtda Jamoliddin akani tuyuqsiz uchirtib qolg'ashqimikin, xeyli kunlargacha hayajonlanib yurdim. Yo'llarda ketayotganda kishilarga diqqat bilan sap soldigan bo'ldim. Biroq Jamoliddin akani qayta uchratmadim. Keyin uni xato ko'rib qolgan o'xshayman deb o'yladim. Kunlarim yangi ta'sirotlar, ko'ngillik uchrashishlar bilan to'lib o'tmoqda edi. Qizg'in, mehmondo'st janobliqlar, bo'libmi yosh havaskorlar meni alohida kutib oldi. Mening sharifimga suhbat yig'ini, choy, mehmondorchiliklar uyushtiriladi. Yoshlar bilan adabiyot, vaziyat, kelgusi va hokazolar haqida kech-kechlab paransilishatdik. Aroq ichib olib, lopni yakkuchi etishatdik. Bir qitim shoirlarning vijdoni masalasida munoziralashib qilib, talash tortishga tushib ketdik. Dastlabda intayin chiroyli, ilmiy gaplar bo'lindi. Qizishqancha bir-birimizga gap bermay, varqirab jarqirishatdik. Yuqori ovozli bir shoir bir qadar aroqni egiz ko'tarib, she'r degan mana mushu. Biroq dunyodagi eng suzuk, eng xushpuroq bu obi zamzam faqat siziqchilik,
chirindi orsidilla sirg'ib chiqdi. Pokiz suv odamga zararsiz. Hayotlikni qamdaydi. Biroq u mangu haroq bo'la olmaydi. U faqat odatdagi narsa xolos. Ne amsa, vijdonni yo'qotgan shoirlar uchun ko'tarib o'tayli, deb varqirdi. Uning tarafdorlari chavochilib tantana qilishdi. Boydan beri azor yegandek xiyol surib xapagan o'ltirgan palvonda qomatli bir yigit daldangishib o'rnidan turdi-da, hiliqi yuqori ovozli shoirning orqasiga kelib turdi. Hammaylar bir gap bo'lsa kerak deb jim bo'lib qolishdi. Kutmaganda u bozg'andek mushtini egiz ko'tarib, shoirning cho'qqisiga kelishtirib birni soldi. Mana amsa, vijdoni yo'q yerda mushpa. Mush bo'lmasa bo'lmaydi har qaysinga. Tanishilib qolgan shoirlar qiyochiya qilishib, o'rtupi bo'lishdi. Bir-biriga kelmas mush etishib, pondoqlashib ketishdi. Men ularni ajrataman, tinchlandirman deb bir muncha harom tayoq yedim. Hey, bu hissiyatchan shoir haqnisa. Jidalning oxirini mehmonxonaning qo'dash xodimlari besiq turdi. Meni yana mushundaq ahvol bo'lib qolsa, yotoqdan qo'g'laymiz deb ogohlantirdi. 3 kunga qolmay men bu shahardan yurib ketdim. Amdiki kichik nahiyada o'zimni haroq, o'yin tomoshadan qattiq tortdim. Biroq Xudoning xomsut amgan bandalarini sinaydigan hiyli nayringi nihoyat ko'pkan. Mehmonxonaning 3-qavatida palampay yendiki ustal oldida intayin chiroyli bir qiz kitob o'qib o'ltirardi. O'qiyotgani dal bizning jurnimizning koni sallari edi. Har qatim sirtdan kelsam, u yo'g'on bir tiziq oshqushni jarangtib o'rnidan turardi. Uzun kirpiklari ostidan uyatchanlik bilan tabassum qilib, nozik qomatini o'yintib berib, ishni ichib berardi. Qaynoq suv akirib qo'ydim. Kirlaringizni yangishlab qo'ydim. Sizlar cho'ngshadan kelgan odamlar pokizlikqa bek ahamiyat bersizlar. Bizning bu yerning qasmoq erlariga o'xshamaysizlar, deydi. Ba'zida turus qarab xiyol surib yotgan chog'larimda eshikni chekib kirib. Beka bo'lib qoptiman. Zerikib o'ltirg'icha siz bilan birdan paranglashib chiqay deb kirdim, deydi. Menga choy damlab beradi. Ishkabga tashlab qo'ygan kir ko'nglaklarini ilib, pokiz yuvib qatlab, yostiqimning ostiga qo'yib qo'yadi. Farida doim erlarning o'ngda yetib ayollarni qo'ldek ishiltishi intayin adolatsizlik. Men bilan to'y qiladigan er tomoq italaydigan, kir yuyalaydigan bo'lishi kerak, deydigan. Uning bu so'zini tamamen xato deyolmayman. Biroq bu mehmonxonaga kelgandan keyin er kishi uchun yanada kuyimchan ayolning bo'lg'ini yaxshi ekan deb o'ylab qoldim. Kutkichi qiz mendan o'rimchi to'g'risida nihoyat ko'p narsalarni so'raydi. So'zlarimni, ko'zlarini yo'g'on ichib, havas bilan anglaydi. Men paransalg'ach uning biz taraflarda kam uchraydigan tabiiy go'zalligini, sadda umoq qiliqlarini zo'q bilan tomosha qilardim. Bir qitim u Urumchidagi qaysi bir cho'ng mehmonxonaga kutkichi olg'ili kelganlarning o'zini Urumchiga aketmoqchi bo'lganligini, ammo onasining "Voy to'xboqi, qayrg'a onangni yolg'iz tashlab yo'q yurtda nima bo'lsanga?" deb turib bog'ili qo'ymaganligini, onasining talaffuzini to'g'rigancha so'zlab berib edi. Men kulib ketib, "Onangiz to'g'ri qilibdi. Siz Urumchida zoya ketasiz. Gul degan nozik narsa, suv, tuproq, havosi xil kelmasa, osonlik qurib ketadi. Siz mush yerning intayin chiroyli guli. Yurtingizda mangu mushundoq yashnab turing," dedim. U mening so'zlarimni anglab kuldi. Orqadan ulug' kichiktinib jim bo'lib qoldi. Uning qiyofati xuddi intayin yaxshi ko'rib qolgan biror o'yinchiga erishalmagan, ham mangu erishalmasligi tan bergan bechora bolaga o'xshaydi. Ba'zi kallamga unimi bunimi qo'yib, mushu sabiy itoatman qizni Urumchiga akassam qandoq bo'ladi degan xiyol g'ilpol paydo bo'lib qoladi. Men Urumchiga beribla nihoyat tez o'zgaradigan, o'zining yurtini, hatto ota-onasini unutib qoldigan qizlarni ko'p ko'rgan. Urumchidagi xalqaro qavoxxonlarda mehmon kutadigan qizlarning ichida Namrat yezisi qaytishni xohlamaydigan oliy maktablarni putkizgan qizlarning borligini bilatdim. Mayli qandoqli o'ylamay, bularning hammasi kallamda paydo bo'lib, darhol yo'qolib ketadigan o'tkinchi xayollar edi. Men uningga samimiy, oqilochi muomala qilishga tirishatdim. Ammo uning o'rkigan kiyikning ko'zlariga o'xshaydigan chiroyli ko'zlari menga boshqa narsalarni so'zlaydi. Bir kuni oqshimi yotoqning ishiga qattiq chekildi.
eshikni ichishimga 20-21 yoshlardagi 3 yigit yotoqqa o'sib kirdi. Ularning ichidagi mushi yerning modasida xeyli esil kiyingan. Quyuq burtliq birini ilgari mehmonxonaning atrofida bir necha qitim uchratgan edim. Ularni o'ltirishga taklif qildim. Choy damlab beray desam ichmaymiz deyishdi. Uchilisining alpozi yomon edi. Burutliq yigit birdilla so'z ichib. Turqingizni qarsam, xeyli o'g'il boldek qilasiz. Rost o'g'il bola bo'lsangiz, deb beqinglar. Sizlarda o'g'ilni nima qilmoqchi? O'rimchiga akatmoqchimi yoki ko'nglingizni xush qilib tashlab ketmoqchimi? deb to'kidilla so'rdi. Yenidagi ikkisi menga yavudigandek o'miyib qarab turishatdi. O'g'ilnisa degan to'liq xursandlik qilma deyman. Kech kunduz yotiqingizdan chiqmaydigan odamni tunimas bo'lib oldingizmi? Kütküch qizning ismi O'g'ilnisa ekanligini shu chaqda bildim. Men ularga O'g'ilnisa bilan hech qanday alohida munosabatimning yo'qligini, uni ochiq yo'riq muomalasi qizg'il kütküchi deb hurmat qilganligimni, uning yotiqimga tozalik qilish, qaynoq suv akirib qo'yish uchun kirdiganligini, o'zimning pat arda bu yerdan ketadiganligimni aytdim. Ham oxirida menmi uningga: "Ukam, sizmi o'g'il bola bo'lsangiz, hech bir gunohsiz qiz bolaga tuhmat chaplamang. Xalqning orqasidan kelmas fitna basa tarqatma. Agar qizga ko'nglingiz bo'lsa, uning orqasidan payloqchilik qilib yurmay, ochiq oshkora ish qilib uni qo'lga keltiring. Ko'nglini eling," dedim. Yigit bir oz pastga tushdi. Uning aytishicha, O'g'ilnisa asli uning bilan bir obdan yurib o'tibdi ekan. Yaqindan buyon uningdan qochadigan, bir yerga chaqirsimi bormaydigan bo'lib qopti. U O'g'ilnisa bilan birga ishlaydigan bir ayoldan O'g'ilnisaning mening yotiqimga to'la kiradigan bo'lib qolganligini anglab, mehmonxona atrofida ikkimizni paylab yuribdi ekan. Ilgari kishilar meni qizlarni qo'lga keltirishga usto desa, ancha pisand qilmagan ekanman. Bu yerda bu uch nodon yigitga dars o'tib, haqiqatan xeyli hunarim bor ekan deb o'ylab qoldim. O'zimni go'yo standartning qalami ostidagi qoriniyat yo'li andak. Balzakning o'lmas personaji Rastiniyakdek his qildim. Amaliyotda men ularga o'xshamayman. Ulardagi muhabbatni dasmoy qilib yuqoriga yamish qoriniyati menda yo'q. Biroq men qiz-yigit munosabatida oz-to'la yumor aralashgan ziyonsiz hiyla va pamparasatni intayin zarur deb qarayman. Shuningdan keyin O'g'ilnisani ko'midim. Anglasam, hiliqi yigit nahiyadagi muhim bir boshliqning o'g'li ekan. Bu ishlardan mehmonxona tashkiloti xabar tepib, O'g'ilnisani oshxonaga kasr qilib yo'tkib o'tibdi. Yo'lga chiqadigan kuni narsa keraklarini yig'ishtirib olsam, eshikning yo'chiqidan sarg'uch kulrang bir arslan asta miyanglab kirib keldi. Qursqi osh bo'lsa kerak, tumshuq bilan hamma yerni purab chiqib, muloyimlik bilan oyog'imni surkaldi. U bakmi o'moq, itoatman edi. Titrab turardi. Aslanni ko'tarib chiqib, koridordagi ustalning orqasida xunuk ko'zlarini metmi qilmay qetib o'ltirgan ayoldan mushukka bargidek bir narsa bormi deb so'radim. Ayol qo'pollik bilan: "Nerdan kelgan o'g'ri mushukkan tang? Qo'g'lib yetanmay turganda bir narsa basing seximi kunib oladi. Orqaga chiqib tashlab etmamsiz?" dedi. Men Arslanni baqib olmoqchi bo'ldim. Uni akitib ota-onamga beraman. Ular albatta xush bo'ldi. Men Aslanga O'g'ilnisa deb ism qo'ydim. Janubning bog'lari gul-chechaklarga purgungan aprel oylarida Urumchiga qaytib, bu tog'liq shaharning teg'i qishning oxirgi judullari bilan ilishayotganligini ko'rdim. Kelimati turaqsiz, sovuq, tumonliq, ammo mehri issiq bu shahrim 2 oydan beri ko'zlarimdan uchib, meni qo'yma seg'indirgan edi. Ko'nglimda bir umid, tushuniksiz bir istak jo'sh urib turardi. Go'yo bir xayrlik ish meni kutib turgandek. Nimanidir tuyib turgandek bo'latdim. Ana shu istakning turtkisida Jamoliddin akani izlab bordim. Ammo u teg'i safardan qaytib kelmabdi. Ishxonadagilarmi men ketgan soatda qanday qolgan bo'lsa, hali ham shu piti turishibdi. Ayollar yanada kiyim-kechak halakchiligida. Erlar amal daraja halakchilik ekan. Siyosiy o'rganishga amroq peshqadam bosh muharririmiz oxir pensiyaga chiqibdi. Hozircha bo'sh turayotgan u o'rin kishilarni vasvasiga silib qo'yibdi. Rahbarlik bir qatim xalq rayini sinash saylimi o'tkazibdi. 90% odam o'zini, ondan qolsa do'stlarini, savodoshlarini ko'rsatibdi. Bo'lim mas'ulimiz baratgan kishilarga bo'lgan muomalasini tubdan o'zgartib,
Bölümdeki her bir odam bilan ayrim sirdishib, agar amali o'sib qolsa, ularning har birining o'ziga loyiq qiyinchiliklarni hal qilib berishga va'da qilibdi. Men ishga tushgan kuni u men bilan sirdashdi. Avval mening asosiy qatlamga berib, xalq ommasi orasiga turmushga cho'nqur cho'kkanligimning intayin qimmatli fazilat ekanligini, nurg'un abdur havaskor bilan ko'rishib, jurnalimizni tashviq qilganligim, ular bilan yaqinlashganligim, nurg'un asarlarni uyushtirib akelganligimning taqdirlashga loyiq ish ekanligini, mening ish faoliyatlarimni, shundaqla bilim rahbarligining bu dono tadbiri va xizmat usulini yuqoriga alohida doklad qilmoqchi bo'layotganligini aytdi. Buning uchun tuvanda qilgan ishlarim to'g'risida tafsiliy doklad tayyorlashim kerak ekan. Oxirida u o'zining meni naqadar e'tiborlaydiganligini, mendan zo'r umid kutadiganligini, istiqbolimning cheksiz porloq ekanligini izhor qilgandan keyin mush yil atiyazda qandoqlik qilib bo'lmasin o'ylab qo'yishga va'da qildi. Uning so'zlarini bakmu samimiy, astoydil talaffuzda angladim. Hatto intayin ta'sirlanib ketgandekmi bo'ldim. Ammo ichimga bir shayton kirib olmasmi? U ko'zimga qancha tikilgan siri portlashga tayyor turgan shayton kulkisi bo'g'izimga qarab shuncha shiddat bilan aytilatdi. Qandoqli bo'lmasin men uningga xotirjam bo'ling degan yeringizdan cho'qim chiqaman. Biz hammamiz o'sha kichikgina qalamga bog'langan taqdirdosh odamlar-ku dedim. Ham menga ishonganligi, ham ko'ngil bo'lganligiga xilil ta'sirli qilib rahmat aytdim. Rostini aytganda, ba'zi ushaq-tushak illatlari bo'lsa-mu, u yanada xili o'g'il bolchiligi bor odam. Mening so'zlarimni anglab, xunuk kichik ko'zlari birdilla parqirab, tatrong'i chiroyda qizillik paydo bo'ldi. Ikkimiz idoraning uduldagi bir kichik oshxonada xili uzoq o'ltirdik. Shishi yerimlashganda u birdilla tutilib, birpas jim bo'lib ketdi. Orqadan o'zining yuqorida yulanchuk yo'qligini, bosh muharrir bo'lolmay qolarmanmikin deb ansiraydiganligini aytdi. Men uningga, "Xotirjam bo'ling, cho'qim siz bo'lasiz", dedim. Ikkimiz talisha oxiri bog'lashdik. Agar u rostli bosh muharrir bo'lib qolsa, tunji bo'lib mening xohlagan bir talabimni hal qilib beradigan. Aksicha bo'lganda, men u topgan qizni cho'qim oladigan bo'ldim. Mana bular mening ormonning tunji hikoyasini topshirib olgandan tortib, bugun oqshomgacha bo'lgan kechirmishlarim. Haykalga aylanib qolgan bechora qiz bo'ron yomg'irliq atiyasini, quyosh yolqin chechib turadigan tumuz oylari, judun chapqulliq kash kuzni va qahrdan qishni o'tkazibdi. Lapildab qor yig'ayotgan bir kuni sho'x, g'amsiz bir shahzoda o'sha dalada o'tib qopti. Yo'q, u hozir shahzoda emas. Faqat uzoq zamonlar ilgari uning bir ajdodi shahzoda, keyin shoh bo'lib, mushu dalani va uning atrofidagi nihoyatda keng munbat yerlarni idora qilgan ekan. Bu yigit o'sha ajdodiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan. U chopinni mirisiga ortib, atrofga ko'z tashlab, sho'x ham jo'shqin bir ohangga isqirqincha kelib o'tib, yiroqda yakki yigona qad ko'tarib turgan haykalni ko'ribdi. Haykal ikki qo'lini egiz ko'tarib, butkul koinotni quchoqlashga tayyor turgandek, yoki noma'lum bir manzilga intilayotgandek, va yoki olamning yaratquchisidan, osmon, quyosh va yulduzlardan nimalarnidir iltijo qilayotgandek holatda ekan. Uning sochlarini, kirpiklarini, ojiz yelkasini momiq qor ushqunlari qoplagan ekan. Nemishqidir yigitning vujudini suyunish va hestashlik qoplabdi. U qizning qo'llari, sochlari, kirpiklari, nurlaridagi qorni qiqib tushiribdi. Bu jarayonda u haykalning muzdek so'g'uq emas, balki inson tinidek illiq ekanligini sezibdi. U qizning qotqan ko'zlariga tikilib qaraganda, osmon bilan zamin oraliqidagi ajoyib go'zal ilohiy kuchlar yangrabdi. U haykalning peshonasiga suyibdi. Shu hamon qor bosgan dalada turlik tuman gullar puraklab echilib, jannat qushlari sayrishib ketibdi. Shu chaqda yigitning bir tomchi yeshi haykalning ustiga temibdi. Mo'jiza oxiri yuz beribdi. Bir g'oyib nur haykalning vujudini yoritibdi. Qiz asta-asta asliga kelibdi. Sabiy, qalbi shirin orzularga to'lgan baxtsiz qiz oxiri tirildi. Biroq men haykalga aylandim. Ruhim va jismimni qoplagan shirin ham azobli hayajon
meni bir kecha tirik o'ltirg'izdi. Men xuddi mast bo'lib qolgandek hech narsani o'ylay olmaydim. O'ylashni xohlamaydim. Biroq shu topda menga ayon bo'ldiki, Armanning tunji hikoyasini topshirib olgan 2-yildan buyon mening barliq ish harakatim uni izlashga bag'ishlangan ekan. Sahar quyoshi dastlabki nurlari bilan darizamni oqarganda orqa-orqadan ulug' kichik tindim. Bu dunyoning jafo mushaqqatlarini yetkuch tortgan, oxir baxtsizlik, o'lim ustidan g'olib kelgan ajoyib ruh to'g'risidagi tagsiz xayollar ichida kiyimlarim bilan karvatga o'zimni otdim. Men qong'uchi uxlab ruhimni bilishim kerak. Tushdan keyin Jamoliddin akaning uyiga boraman. U yerda meni nimalarning kutib turganini bilmayman. Biroq ko'nglim to'yib turdi. Bu qitim u yerda cho'qim kutmagan ishlarga yo'liqaman. Har holda xayrli ishlar bo'lsin ilohim. Xotima o'rnida. Subat aka, siz meni tanimaysiz. Ammo biz tanishg'ili 2 yil bo'ldi. Tunji asr mukofotlanganda hayajondan xudini yo'qotib qo'ygudek holga yetgan dadamdan sizning tarifingizni anglab, bu dunyoda bir sirdosh do'st topganligimga ishongan edim. Keyin siz bizning uyning atrofida ko'p qatim paydo bo'ldingiz. Uyga keldingiz. Men sizni davomli o'g'irliqchi kuzatdim. Oldingizga yugurib chiqqim, siz bilan paranglashqim keldi. Ammo men unda qila olmaydim. Chunki shu kunlarda men rahimsiz kasal bilan o'lim bilan elishib Uningdan sal ilgari men hayot uchun intayin zarur bo'lgan ishonch, irodamdan ayrilgan edim. Doktor menga sizni faqat kuchli irodali qutqiza olishi mumkin degan edi. Siz ko'rgan g'alati rasmlar mening hayotdan umid uzilgan, o'shgan, tushkunlashib asabiylashgan ruhiy holatimning mas'uli edi. Men o'zimga munosabatlik hamma xotirlarni, dadam va qarindoshlarimga meni aslatadigan barliq aslimlarni yo'qotmoqchi bo'ldim. Haqiqatanmi nurg'un narsalarni yo'qotdim. Xiyolimda hayotimni oxirlashtiradigan bir kunni tanlab, rahimsizlik ham taqatsizlik ichida o'sha kunning yetib kelishini kutishga boshladim. Orzuyimdagidek kesilim kundan kunga og'irlashdi. Men dori ichish, davolanish to'g'risidagi barliq da'vatni rad qildim. Bir kuni kechasi qandaqdir bir ovoz meni uyg'otib etdi. Amaliyotda o'sha oy, o'sha kunlarda men doimdagidek uyqusizlik azobini tortatdim. O'sha kuni qandaqlarcha uxlab qolganimni bilmayman. Ko'zimni yo'g'on ichib, quloqlarimni dim tutdim. Kech shu qadar tinch. Chekaklarning chirildashlarini anglamaydi. Derizin oy sho'lisi tushib turadi. Ushtum tut, u ovoz yana anglandi va kayni-kayndan ulishib ketdi. Men bir pas quloq silib, kimdir birining bakmi pas ovozda bo'g'ilib yig'layotganligini farq etdim. Asta o'rnimdan turib, putimning uchida dastlab koridorga chiqdim. Dadam yotadigan uyning eshigi qiyo ochiq edi. Ustal chirig'i uyni sus yoritib turadi. Dadam biz kichik vaqtimizda oila bo'yicha tushgan hiliqi suratga beshini qo'yib olib, bo'qildab yig'layotdi. Ra'no. Jinim Ra'no. Sen nimishqa uni shuncha baldir tashlab ketgan bo'lg'ayding? Aytqina. Endi qanday qilaman? Mehringa qolmagan farzandim ko'z oldimda shamdek erib tugab ketyotdi-ku. Men tog'dek dada turib, uni qo'g'dab qola olmayapman-ku. Hey. U texi yosh edi-ku. Hayotining hech bir xovliqini ko'rmagan-ku. U ketguncha sening yiniga mallaka etsam bo'lmasmidi? Men umrimda er kishining bo'libmi dadamning yig'lig'ini ko'rmagan edim. Uning ustiga u yig'i shu qadar hasratlik, miskin ediki, toshdek qetib ketgan yurakim dadamning o'sha yig'isidan eridi. Men hayotimda tunji qitim bu dunyoda o'zim uchun yashamaydiganligimni, hayotimni xohlagancha nobud qilishga haqqim yo'qligini, o'z hayotimning ota-onamning hayotining bir qismi ekanligini his qildim. Dadam shu qadar mehribon, bechora va hasratli ko'rinib, uni tashlab ketishga qandoqlarcha qiyolmaydiganligimdan, bag'ri toshliq, qo'rqinchaqli qilganligimdan o'kindim. O'sha kechini umrvoyat unutmasman. O'sha kechida go'yo g'oyibona bir kuch aql ko'zimni ochib, qalbimdagi ko'milib qolgan izgu tilaklarni,
Yashash irodam va ishonchimni asliga keltirgandek bo'ldi. Ota-onam uchun, o'zim uchun qaysarlik bilan yashamoqchi, ilishmoqchi bo'ldim. Keyingi jismoniy va ruhiy azoblarim haqida so'zlamayli qo'yay. Oradan bir mazgil o'tganda doktorlar tekshirib ko'rib, dadam ikkimizni texmi umidlantirdi. Dadamning shu kunlardagi xushalligini tasvirlashga amalsizman. Men davomli kundalik xotira, tasirotga o'xshash bir narsalarni yezib turatdim. Dadam meni cho'ngroq bir narsa yezib biqishga undab, qayerdandir alohida ishlangan bir dasta qog'oz ko'tarib keldi. Qog'ozlar shunchalik nafis, sipta ham xushbiroq ediki, qo'limdan tushirgim kelmayli qoldi. Shu oqshimi tunji hikoyamning dastlabki qurlari o'sha qog'ozlardan o'rin oldi. Hikoyamni qayta tuzib ko'chirib bo'lganimda dadam uni pochtaxonaga akatdi. Xuddi shishi qochilinib dengizga tashlangan xatlar qancha yillab bo'ron, to'lqinlarda laylab yurib, oxir dunyoning bir burjigidagi kimdir birining qo'liga tekkindek. Men bu hikoyalarimning hamon bir kuni kimdir birini ta'sirlantira oladiganligini bilatdim. Besilib chiqqan hikoyamni ko'rib, yaratquchi egamning meni tashlab etmaganligini, hayotning menga yana nurg'un narsa va'da qilganligini sezgandek bo'ldim. Sizmi his qildingizmi ekan? Hikoyalarim mening kasal bilan elish xotiram edi. Kesalim pat-pat qo'zg'alib turganlikdan yezishimmi hadisli uzilib qolatdi. Ba'zida hatto oxirgacha yezishdan umidim uzlabdi. Shundaqdimi har qatim kasaldan g'olib kelib, qo'limga qalam olatdim. Chunki men o'sha hikoyalarni yezib etib, sizni o'ylaydim. Sizga qalbimdagi so'zlarimni to'katdim. Har bir hikoyani yezib bitkizganda bir yangillab, saqigandek bo'lib qolatdim. Dadamning chiroyidimi xushallik parlaydi. Bo'libmi hikoyam besilgan jurnalni setib olgan kun biz uchun bayram bo'ladi. Oxirgi hikoyamni yezib bo'lib doktorxonaga ko'rindim. Doktor kasalimning xatarlik bosqichidan o'tib ketganligini aytib, menga bir qitim uzoq sayohat qilib havo yangushlash maslahatini berdi. Shunda qilib dadam ikkimiz sayohatga otlandik. Dadamning hamil yurti degudek urug' tuqqan yaqin yo'riqlari bor ekan. Ular bizni bakmi qizg'in kutdi. Yurt ko'rish, odamlar bilan tanishish, so'zlash davomida men yiltizimni, ota buvamni, o'zim tava millatni va o'zimni texmi cho'nqur tushandim. Nurg'un narsalarni o'rgandim. Ularning ko'p qismi maktablarda o'rganib olg'ili bo'lmaydigan narsalar ekan. Bir chat nohiyaga, taklimokonga tutishib ketgan chat bir jangalga dadamning bir navri inisini izlab bordik. U 60-yillarda oliy maktabni bitkizganda oila tarkibining yuqoriligi sababidan o'sha chat yeziga taqsim qilingan ekan. U shu yerlik dehqon qiziga o'yinib, shu yerda yiltizlabdi. Hozir uning bir-biridan qovul 7 bolasi, bir to'p navrisi bor ekan. U bolalari bilan birlikda yezi sirtidagi jangalni o'zlashtirib, ko'z yetkisiz mevalik bog' kivazliklarni barpo qilibdi. Shahardan ustalarni akeldirib, bog' o'tirsig'i ozoda, chiroyli uylarni yostibdi. Uyning atrofida to'p-to'p kaptalar dollab yurishidi ekan. Mashina traktor sadosi yangrab turadigan jangalda ot kala, qo'y o'shkilar yoylashidi ekan. Dadam uning egiligini ko'rib, bak hayajonlanib ketib, "Mana salla ajdodlarimizga 100 kiloligidek yashapsan. Bizning ota-bobolarimiz ana shunday tayyorga shukr qilib o'ltirmaydigan, tinim topmas odamlar" dedi. Aka-ini ikkisi kechacha uxlamay, dadlari bilan bobolarining o'z vaqtidagi boyligi va hashamati, u zamondagi odamlarning ajoyib mijoz xarakteri to'g'risida so'zlashib chiqdi. Dadamning aytishicha, u shaharning qistonchilik uylarida o'zi yoqtirmaydigan ishlarga bog'lanib o'tgan kunlarga echindi ekan. Demisimi, dadam xeyli ishlarni qilg'uvchiligi bor odam. Ammo uning umri hech qanday ijodchiligi bo'lmagan jadvallar orasida o'tdi. Mening taqdirimmi uningkidan boshqacha bo'lmaydi. Bak bo'lsa, men dadamning o'rniga uning idorasiga o'rinlashib, uning oxiri chiqmaydigan jadvallarga varislik qilaman. Umrim shu yerda bir qilibdi o'tadi. Shu yerda chochlarim oqirdi. Yo'q. Men undaq yashashni xohlamayman. Men adabiyotni so'yaman, turmushni, jamiyatni, ularni cho'nqur tushunishni, hayot sirlari ustida izlanishni orzu qilaman. Tag'in menga shu yerda qilishni, hech bo'lmasa uzoqroq turishni aytgan edi. Men darhol qo'shildim. Men markaziy shaharlardan, ijtimoiy o'zgarishlardan yiroq, ota-bobolarning qini va tabiati bir qadar sopbeti saqlanib qolgan bu yiroq yurtdagi kishilar,
ularning turmush odatlari, o'y xiyollari, mazar mashayihlari bilan pishiq tunishib, bir kunlarda ular haqida ajoyib asarlarni yozsam deyman. Dadam mening bu orzuyimning cho'qim amalga oshadiganligiga ishindi. Shunda qilib, men o'sha chat makonda qoldim. Janubning saf havosi va optipi menga shifo bo'ldi. Bu yerning bepoyon zemini va keng osmoni, tinch, tum qorong'u kechalari menga bu dunyoning hamma g'am andishlarini unutildirdi ekan. Osmon zemin, gul giyohlar orasida hayotlik yo'ldagi eng oddiy, eng bevosita kurash davomida qalbim boshqacha poklanib, to'miringdagi qonlarim jo'shqinlab oqadi ekan. Men sahro yo'llarida qiziq qumga dastlab yalang'och mengishni shunchalik yaxshi ko'raman. Kaptarlar qo'llarimdan doni yeyishidi. Bilaklarim nurlarimga qo'nib olishidi. Kaptarlarning ko'ki ko'tarilishi, poyonsiz dalada yilqilarning chipib ko'rishi meni ajoyib maftun qiladi. Men ot minishni, sut seg'ishni o'rganib oldim. Tag'am bilan bolalari atidan kashkichi etizdan kirmay bakmo jafoliq ishlaydi. Ularga qarab bepoyon ona tuproqqa qon singdirib, hayotlik o'ziga yaratqushlar haqiqatan ulug' kishilar ekan deb qolaman. Ular shu qadar tirishchan ham samimiy. Go'yo qilchi soxtipazlik, quruq davrangni ravo ko'rmaydigan. Qanchalik tar oqqusang, sen shunchalik qaytirilgan tuproqqa o'xshaydi. Sen ularga ozli ko'nglingni izhor qilsang, ular necha hassa samimiylik bilan javob qaytirdi. Men o'zimni bu yerdagi kishilarga qarzdordek his qilaman. Ammo bu qarzni qanday qaytirishni bilmayman. Shu topda ellik yoz kechasining orom baxsh tinchlikdan tanho bahramon bo'lib o'taman. Quloqlarimda hayot, inson to'g'risidagi ibtidoiy ham mangulik bir kuy yangrayotdi. Balkim u quloqlarimda emas, vujudimda, enimda yangrayotdi. Balki maybog'lab pishqan yal yemishlar va gul giyohlarning xushpuriqi, daraja tuvida kechach yangrab chiqadigan qushlarning uyqu sirgandek tatliq ovozi meni mast qilib qo'ygandi. Hayotlik, sog'lom jo'shqin hayotlik naqadar yaxshi. Shu topda yuragim gup-gup qilib bir xilda so'qiyotdi. Qonlarim tinimni bo'ylab terimni bilinar-bilinmas lepilditib to'xtamay aylanyotdi. Nafsimdan ko'kirkim ko'tarilib tushib turdi. Qalbimda bo'lsa sonsiz orzu-armonlar jush urmoqda. Men uzoq so'zilgan, yosh vaqtimni vayron qilg'ili tas qolgan, kasallik azobidan keyin qayta tug'ilishning jo'shqinligini, yoshlikning, sog'lom tanning nasxushligini tunji qitim shu qadar aniq his qildim. Men doim o'sha tunji hikoyam izderesiz cho'kib ketgan bo'lsa, hayot mamotliq ochildi turgan kunlarimda tushunish bilan so'zilgan bir jup qo'l menga hamdam bo'lmagan bo'lsa, qandoq bo'lar edi deb o'ylab ketaman. Shundoq, men sizni nihoyat ko'p o'ylayman. Xizmat, turmush va o'y fikrlaringiz to'g'risida ko'proq bilgim, siz bilan so'zlashgim keladi. Agar bir apoch xitingizni topshirib olgan bo'lsam, beshim osmonga yetgan bo'ladi. Xayr, tiningizga omonlik, ishlaringizga utuq tilayman. Arman, 20-iyun. Xatni qancha qitim o'qig'inimni bilmayman. 3 qitimdi yoki uningdan ko'pdi. Oxir titirgan qo'llarim bilan uni qatlab konvertga solmoqchi bo'lganimda, konvertdan bir parcha surat uchib tushdi. 20 yoshlardagi chiroydan bolliq chiqib turgan kang, oppoq peshonlik, cho'lpon ko'zlik, yodongi o'g'il bola xiyol bilan menga qarab turardi. Quloqlarini yepib, ko'ngligining yoqasiga tushib turgan do'lqinsimon quyuq qora sochlaridan san'atkorlarga xos qiyofat chiqib turardi. O'tkirlik, qaysarlik urg'ib turgan qoshlaridagi tushuniksiz bir mung kishining yuragini titirtatdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plami mush yerda oxirlashdi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud.